Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 6-iyun va haftaning 5-kuni juma. Qo'shaloq ayyom muborak bo'lsin o'rtoqlar barchalarga. Demak, bugun kommentariy yozishga sizlarga bahona bor. Bayram bilan tabriklab, kommentariyada nima yozishni bilmaydiganlar tabriklab yozaversanglar ham bo'ladi, shu kommentariyamiz ko'payadi degan ma'noda aytaman. Iqtisodiy yangiliklarga to'xtalamiz. GMT bo'yicha yozilgan, ya'ni 5 soatni qo'shaverasizlar O'zbekiston otasi kelib chiqadi. Qisqa qilib aytganda bugun bizda non-farm va ishsizlik darajasi mana shu qisqa qilib aytganda O'zbekiston bo'yicha 17.30 da shu yangilikdan boshqasi menga hech qiziq emas. Yevropanida menga kvartalni, ya'ni birinchi chorak VVPsi, ya'ni yalpi ichki mahsuloti iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi men uchun muhim albatta. Bunga qarab qo'yaman shunchaki yaxshi chiqish ehtimolligi yo'q emas. Albatta yaxshi chiqish ehtimolligi bor. Dollar qaraylik, kecha ideali chizib qo'ygan joyimdan tushib ketganligini va tilini kecha stop loss olish kerak edi menda, lekin ideal pozitsiya bo'ldi va cho'tga qaytib ketib berdi. Shu bilan yaxshi pozitsiyalarni yopib oldik. Biz yana qaytishligini, mana shu joydan qaytishligini kutdim kun davomida, lekin to'chiq xodi bayga emas, selga to'chiq xodi berdi, lekin trendga qarshi savdo qilgim kelmadi va qaraylik, texnik analitika bo'yicha действительно menda kuchli to'chiq xodi bor edi selga, lekin men bu narsani amalga oshirmadim. Действительно kuchli edi, juda ham ideal pozitsiya, stop losslar juda ham kichkina va take profit juda ham katta. Mana shu narsani savdoga kirmadi. Buni sababi o'rtoqlar, trend bayga harakatda davom etayotdi va men kun davomida bayga pozitsiyalarni ishlab olganligim bo'ldi. Undan tashqari o'rtoqlar, selga qaranglar, mana bitta narsani aytib beraman-da, selga tilla ketish kerak emas edi kecha. Umuman bu yerda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan Xitoy prezidenti Si Szinpin gaplashib qo'yganligini hisobiga selga ketib qoldi, lekin texnik ham selga ideal signal berib qo'yganda, o'rtoqlar juda ideal signal bergan va bu bizda selga yo'nalishi fundamental selga tortib ketib qoldi bozor. Вообще неожиданно bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, o'rtoqlar, texnik tahlil ham fundament ham aldamaydi. Sizlar lekin kombinatsiya qilsalar ideal ishlaydi, lekin mana shu to'satdan telefon orqali gaplashganligi 1 soat 40 minutmi, bilmayman 40 minutmi, qisqasi ancha muncha gaplashib qo'yishibdi. Faqat savdo masalalari bo'yicha gaplashildi deyilyapti, hech qanaqa boshqa gap so'z yo'q deb aytilyapti. Tillaga kirishga men hozircha tavsiya bermayman. Kun davomida pozitsiyalarda ehtiyotkor bo'lish juda ham zarur. Chunki tilla bizda yomon harakatda, investorlar qiziqmayapti tillaga nima uchun deydigan bo'lsak, kecha bizda ijobiy yangilik bo'lib qoldi. Ya'ni kecha o'sha AQSh prezidenti Donald Tramp o'sha Si Szinpin bilan gaplashib qo'yganligi, albatta savdo muzokaralarini davom ettirishligini ular kelishib olganligi, bu вообще-то ijobiy signal deb qaraladi bozorga va mana shu fon ostida men tillaga investorlarning qiziqmayotganligini sizga analiz qilib bera olaman. Nima uchun? Chunki tilla 3400 darajasidan pastda, eng yuqori cho'qqidan pasayishi bir qismini bugun qoplab olishga harakat qildi, lekin baribir qimmatbaho metallga bo'lgan qiziqish yo'q. Bu bizda narxi shu holatda davom etishligini ko'rsatib beryapti. Traderlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilyapti. Chunki bugun NFP hisoboti bor, ya'ni non-farm payrolls hamma kutgan yangilik. Shuning uchun men sizlardan sabr qilishni aytgan bo'lardim. Bozor ishtirokchilari pozitsiyalarini qayta ko'rib chiqyapti. Nima bo'lyapti, AQSh iqtisodiyoti qanaqa bo'lyapti? 22-apreldan beri eng past darajaga tushib ketgan dollar o'zini ko'tarishni boshlayotganligini ko'ramiz o'rtoqlar va dollarda bizda texnik analitik kommentariyada yozuvdilar, bayga pozitsiya ko'ra olmadim, lekin keyin selga pozitsiya ko'rayotganini aytuvdilar. Xuddi men shu pozitsiyani mana selga kutayotgan edim. Bu texnik nuqtai nazardan va bunga fundamental ham pozolayat qilyotdi. Va shu holatni biz bozordan ko'rdik va bemalol o'sha ideal pozitsiyalarni ko'ryapmiz. Kombinatsiya qilib ishlasanglar albatta natijaga erishasizlar deb o'ylayman o'rtoqlar. Dollarda ham bugun sal noaniqlik bor, chunki hamma hozir shu kutish rejimini yo'q olgan, bozor kirishdan sal ehtiyotkor bo'lib turibdi. To'g'ri, bizda tilla ijobiy natijani ertalabdan ko'rsatib beryapti. Chunki bu nimani sababiga bilasizlar-ku, non-farmda yomon narsalar kutilayotgandan keyin tilla o'sib olib, o'ziga o'sha narxga kiritib olishga harakat qiladi. Ya'ni bugun tilla non-farmda 90% ehtimol bilan bayga ketishligi kutilyapti, lekin men baribir non-farm отчетida qimorga o'xshab risk qilmayman. Ya'ni bir tomonga bay, bir tomonga sell yo'q, unaqa yo'q. Lekin meni kutishim tilla mustahkamlanishligi kerak va 3420-3445 atrofiga chiqishligi bu meni analitikam. Va 90% mana shu narsaga ishonaman. Bugun tillani 3420 dan yuqorida ko'rishligimizga uveren bu pozitsiya ochib yubormayman bittan. Bay deb hozir bir narsa bo'lib qolsa o'rtoqlar.
Mamlakatgacha tushib ketishni o'zida sizlar $30.001 ga yo'qotib qo'yasizlar. Endi sizlar necha yil ochasizlar, o'zinglar bilasizlar buni. Yo'q, to'pa kirib ketmaymiz. Tochka xuddi topamiz, kirish nuqtasini topamiz o'zbekcha qilib aytganda va savdoni ochamiz. Xo'p, nimalar kutilyapti Nonfarmda? O'rtoqlar 130 mingta yangi ish o'rni yaratilgan bo'lishi mumkin degan kutilma bor, lekin bu o'tgan natijaga nisbatan juda ham kam, ya'ni 177 mingtaga nisbatan kam. Ishsizlik darajasi 4.2% atrofida bo'lishligi kutilyapti. Endi hafta davomida e'lon qilingan umumiy hamma ko'rsatkichlar AQSh mehnat bozori biroz yomonlashganligini bizga ko'rsatib berdi. Butun hammasi juda ham ideal tasdiqlar, hammasi iqtisodiy prognozlar ham AQSh iqtisodiyoti yomonlashayotganligini ko'rsatib berganligi bizda asosda FRS foiz stavkalarini tushirish ehtimolligini oshiradi, dollarga qiziqishni kamaytiradi va non-farmda ham albatta bizga bu narsa ko'rsatib bersa juda ham zo'r bo'lardi. Qaranglar, bitta narsani aytaylik, o'rtoqlar, analitiklar ham adashadi. Men analitikman, adashaman, siz ham analitiksiz adashasiz. Agar analitiklar adashmagan bo'lganida, ana shu investing saytlarida yoki mana ekonomik kalendar, ya'ni iqtisodiy kalendar taqvimlarda bo'ladi-ku, prognoz o'tgan natija bunday edi, bu safar bunday kutilyapti bo'ladi-ku, to'g'rimi? Fakticheski chiqadi yangilik. Ana shu yangilik chiqqan vaqtida umuman o'zgarmagan bo'lar edi. Misol uchun, bugun ishsizlik darajasi 4.2 atrofida bo'lishi kutilyaptimi? Demak, 4.2 bo'lardi. Analitiklar adashmaganda va bugun yangi ish o'rinlari 130 mingta bo'lishligi kutilyaptimi? 130 mingta bo'lishi kerak-da. Bu yerda hech kimda bunaqa informatsiya yo'q. Hamma analiz qiladi. EDP bunaqa chiqdi, JOLTS bunaqa chiqdi, iqtisodiy prognozlar bunaqa chiqyapti. Umumiy ish bozori qachondan beri zaiflashyapti, hammasini hisobga olib 130 mingta analiz berdi. Agar 129 mingta chiqib qolsa ham, bozor 130 mingtaga moslashib olgan bo'ladi va shuni hisobiga bu o'sha kutilmani oqlamaganligi uchun bozor impulsni beradi. Agar analitiklar adashmagan bo'lganida bizda mana bunaqa impulsda hayotda bo'lmasdi. Endi to'g'ri, Tramp bilan ham ikkalasi chiqib gaplashib qo'yishligini hech kim bilmaydi, nima deyishligini. Trampning o'zi va uni atrofidagilardan boshqa nima deyish kerakligini. Endi bu narsalar mana shu gap bilan ochilishliklar bo'la hozircha to'g'ri, faqatgina verbalniy ta'sir qilyapti, ya'ni og'zaki bozorga ta'sir ko'rsatish orqasida gap shunga o'xshagan holatlarni ko'ryapmiz, lekin mana bu kuchli impulslar agar og'zakidan tashqari mana shu iqtisodiy prognozlar o'zini o'zi oqlaganida, ya'ni analitiklar, mana sizning fikringiz va butun dunyoni fikri bilan, butun dunyoning eng kuchli analitiklarning fikri hech qachon adashmagan bo'lganda, hech qanaqa bozorda biz bunaqa kuchli impulslarni ko'rmasdik. O'sha bozor yangilik bayga kutilyaptimi, bo'ldi. Polni bayga yurib berardi, selga tortib selga, bozorda pul qolmasdi, o'rtoqlar. Analitiklar ham adashadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Shuning uchun tuppa kirib bormayman. Mana tilla hozircha ketib beryapti selga, bemalol o'zini bilganini qilyapti, lekin hech qanaqa asos yo'q. Bitta asos bor, nima? AQSh bilan Xitoy o'sha savdo muzokaralarini tiklab olganligi, bu hammasi ijobiy signal beryapti. Chunki telefonda faqat savdo muzokarasi haqida gaplashganligini aytayotdi-da. O'tgan hafta bir-biriga ozgina o'sha savdo kelishuvini buzding deb ayblovlar qo'ygan ikkita davlat rahbari bir bilan gaplashib, chotki bo'lganligini ta'kidlayapti. Hech kim yomon bo'ldi demayapti. Hammasi zo'r, muzokaralar zo'r o'tdi. Bu muzokaralarda murosani saqlashga qiyinchilikligi duch kelayotgan narsalar hammasi hal qilinyapti deb aytilyapti. Qisqartirib aytganda ijobiy signal beryapti. Hozir bu dollar bayga tortib ketyapti o'sha narsa. Shuning uchun kun davomida hech narsa prognoz qilib bo'lmaydi. Do'stlar, birodarlar, o'rtoqlar, shoshmaymiz. Chin dildan aytaman, ya'ni o'zim tomonidan aytaman, men pozitsiya ochinglar deb hech qachon undamaganman va bu narsa albatta o'zingizning subyektiv fikringlar. Men o'zim analitikamdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun kutish rejimidaman. Non-farmdan keyin pozitsiya ochish mumkin. Non-farmda lekin men tillarni bayga ketishligini просто tahlil qildim. No, kuzatinglarcha, men adashgan bo'lishim mumkin bugun. Shunaqa tema. Yevropada nima bo'ldi? Yevropa Markaziy banki kecha kutilganidek foiz stavkani 25 bazik punktga pasaytirdi. U shunda 2.25 ga tushirdi. Depozit stavka 2% ga tushdi. Shunaqa tema. Endi ularni bayonotlarini ko'radigan bo'lsak, bayonotlarni hali ko'rmadik. Вообще-то o'zi inflyatsiya prognozlari hamma narsa ularda yangi bo'ladi. Chunki foiz stavka tushdimi, iqtisodiy o'sish, albatta inflyatsiya yana o'sib ketish ehtimolligi bor, shunaqa narsalar bo'ladi. Bu yerda bizga qiziq bo'lgan narsa kecha Yevropa Markaziy banki o'sha Kristin Lagarde yig'ilishdan keyingi matbuot anjumanida mana shu pul kredit siyosati bo'yicha
nutqi bizga qiziq edi va u aytdi pul kredit siyosatida yaxshi paytida ekanligini aytdi. Shuning uchun hozirda geosiyosiy va iqtisodiy noaniqliklar odatdagidan ancha yuqori ekan. Yevropa markaziy banki yumshatish siyosati siklini yakunlashga yaqinlashayotganligini bildirdi. Ya'ni noaniqliklar bor, lekin bular iqtisodiyotni yumshatish siklini yakunlashga yaqinlashayotganini bildirgani menga juda qiziq tuyulib ketdi-da. Mayli, bu yerda nimadir borki, u bank rahbari, Yevropa markaziy bank rahbari 28 ta davlatmada Yevrosoyuzda Yevropa markaziy bank rahbari o'ylayapsizlar o'rtoqlar. U aqlli. Hech kim misol uchun uni oddiy bilimiga qarab qo'yib qo'ymagan rahbar qilib, chunki yevro dollarda ham nimadir qilishni bilmayapman. Kecha foiz stavkalarini tushirishiga qaramasdan ijobiy o'sishni ko'rsatib turib, chunki AQShning iqtisodiy holatlari va ishsizlik nafaqasi uchun arizalar kutilgandan ham yomon chiqib ketdi. 240 qancha mingta chiqib ketdi. Shunaqa bo'ldimi? Juda ham yomon chiqdi. Qisqa qilib aytganda, yana ishsizlar yana ham ko'payib ketganligini ko'rdik. EDPni yomon ahvolda 33 mingtami, o'tgan 66 ming nisbatan kutilma 100 nechadir edi. Juda yomon. Juda yomon. Jolts ham yomon. Hamma otchotlar yomon. PMI'lar qanaqa chiqdi? ISM PMI'lar hammasi yomon. Iqtisodiy o'sish sustayotganligini darakini beryapti. Foizlardan tushirish ehtimolligi borligi, Tramp ham tushir deganligi, Jerom Pavelga hammasi yomon va shunda prosta oddiy qaranglar, tunov tilla yuqori ketishi, dollar zaiflashishi mumkin, chunki ish bozori yomon bo'lishi mumkin. Bozor hozircha mazza qilyapti, ijobiy kayfiyatda odamlar hozir savdo paysi umuman bermagan bo'lardim. Prosta masalaga fundamental ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman, lekin savdo paysi ochishga umuman harakat qilmaylar. Fond vobsheta ko'tarilish tempida turibdi. O'zi vobsheta ko'tarilishi kerak, chunki mana shu 25 dan 50 gacha oshirgan tariflar umumiy holatda hammasidan Tramp Buyuk Britaniya vaqtincha ozod qilgan. Bu po'lat alyuminiy nisbatan joriy qilingan 50% tariflardan bu Buyuk Britaniya ozod qilingan. Bu vobsheta AQSh bilan zo'r savdo kelishuviga erishganligi uchun qo'llab-quvvatlanish kerak. Yaponiyacha. Yaponiyada sal yomon temalar bor. Yana o'zi vobsheta zaiflashib, dollar kuchayib boryapti. Ketma-ket 2 kundan beri yana zaiflashyapti va dollar kuchayyapti. Bu yana zaiflashishiga sabab nima? Yaponiyadagi uy xo'jalik xarajatlari bo'yicha o'sha ma'lumotlar kutilganidan ham yomonroq chiqqani bizga bu narsani ko'rsatib beryapti. Yaponiyada real ish haqi 4-oy ketma-ket kamayib ketyapti. Global savdo ziddiyatlari ish haqini dinamikasini sekinlashtirishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirib tashladi. Bunaqa vaziyatda Yaponiya markaziy banki tomonidan pul kredit siyosatini normallashtirish bo'yicha harakatlar yana ham murakkablashtiradi. Nima qilishini bilmay qoldi Yaponiya. AQSh Xitoy o'rtasida savdo muzokaralari qayta boshlangan bo'lgan umidli bu dollarni qo'llab-quvvatlaydi va xavfsiz aktiv sifatlangan yeniga nisbatan qiziqishni kamaytirib, sirazi yana dollarning o'ziga qaytib ketish ehtimolligini oshiradi odamlarni. Shunga qaramasdan bozor ishtirokchilari nimani kutyapti? 2025-yilda mana shu yilda Yaponiya markaziy banki foiz stavkalarini ko'tarishda davom etadi. Ya'ni 0.25 bazik punktga ko'tarib 0.75 ga olib chiqib qo'yadi foiz stavkani. Hozir 0.50. Ana shu narsani kutishyapti. Bu yanani juda ham nima deydi? Juda ham susayib ketishi, ya'ni USD yana juftligini juda ham balki ko'p ketib qolish ehtimolligini cheklab turibdi. AQShda nima bo'ldi? AQShda o'sha payshanba kuni e'lon qilingan ma'lumotlar hammasi zaif chiqqaniga qaramasdan, vobsheta yana o'zi zaiflik fonida biza sekin balki ketayotganligini ko'rib qolamiz. Payshanba kuni yana kongressda taqdim etilgan valyuta kurslari bo'yicha hisobotida moliya vaziri o'sha aytyapti, nima deyapti? Uni fikriga ko'ra Yaponiya markaziy banki foiz stavkalarini qattiqlashtirishda davom etish kerakligini aytyapti. Bu sog'lom valyuta kursini ta'minlab, savdo oqimlari zarur bo'lgan tarkibiy islohotlarni yengillashtiradi. Qisqa qilib aytganda, davay valyuta kurslarini qattiqlashtir degan signal berdi. Tamom. Endi bular yaqinda ko'rish kerak. Yaqinda Washingtonda AQSh rasmiylari bilan 5-raund muzokaralarda ishtirok etish kerak. Keyin G7 sammitida bu narsalar ko'rib chiqiladi yaqin kunlarda. Demak, yana mustahkamlanishi mumkin. Hozircha noma'lum yo'nalishda bu ham. Yanada hech qanaqa vobsheta bayga yo'nalish ko'rmayman. Prosta hamma ijobiy kayfiyatda dollardaligini fonida biz yana zaiflashayotgan ko'ramiz. Bozor noaniq. Brent VTI'lar nega zaiflashib ko'tarilib, nega tushib ketmayapti haligacha degan savol hammada bor. AQSh Xitoy o'rtasida savdo muzokaralari qayta tiklanganligi umidi ikkita eng yirik o'sha iqtisodiyotni yoqilg'iga nisbatan kuchli talabi bo'lishini kutishlariga olib kelyapti va bu yenani to есть yanada Brent VTI'larni bayga tortadigan ijobiy signal bo'lib xizmat qiladi. Chunki
ular savdo muzokaralarini davom ettirishga kelishib oldi u kecha ikkalasi. Shuning uchun ikkita iqtisodiyot holati yaxshimi? Demak, aholiga talab yaxshi bo'ladi, chunki ularning iqtisodiy prognozi shakllanadigan qarashlar bo'ladi. Просто bitta narsa selga tortyapti. Bu вообще-то bor omillar. Men yana bitta qo'shimcha omil aytib o'taman, chunki sizlar bilmagan bo'lishinglar mumkin buni. Kanadada o'rmonlarda yong'in chiqqan, ana shu yong'inlar tufayli neftni yetkazib berishda uzilishlar bo'lyapti hozir. Bu bozorga taklifni kamayib ketishiga olib kelyapti va talab bu yerda ustunlik qilib вообще-то bayga ketish kerak edi. Bu Marselga aytaman deb bayga yetib qo'ydim o'rtoqlar. Qisqa qilib aytganda neft kam, bayga ketish kerak. Ukraina Rossiya o'rtasidagi o'sha muzokaralar hali ham urush bo'layotgani, yaqin sharqdagi davom etayotgan mojarolar hammasi вообще-то asosiy xavflar bor. Hamma narsa вообще-то bitta bayga ketish kerak. Qiziq, nega sel ketyapti? Kimda nima fikr bor sel ketayotganligi? Просто aytgancha yadroviy muzokaralar bor-ku o'rtoqlar, mana shu muzokaralar bo'lishi kerak-da. Bular keyingi haftada prognoz bo'yicha ular kelishuvga erishish ehtimolligi bor. Eronniki o'rtoqlar, asosiy narsa kecha reels video qilib chiqardim sizlarga. Saudiya Arabistoni neft rasprodaja qilaman deganligi bo'ldi va shuning uchun bitta ajinda sel paysa ma'qul ko'rib tursak bo'ladi. Nima uchun? Chunki u Qozog'iston bilan Eronni jazolash maqsadida, ya'ni ular o'z boshimchalik bilan OPEC+ qoidalariga rioya qilmasdan neftni qazib olib, ko'p miqdorda sotib tashlayapti. Shuning uchun Saudiya Arabistoni neftni narxini sun'iy ravishda tushirish uchun neftni biz ham ko'p qazib olamiz deb ana shu ikkita davlatni jazolash uchun, ya'ni neft narxlari hozir misol uchun VTI'ni ko'rish kerak edi. Hop, mayli Brentni ko'ramiz, VTI Brentlar 65 atrofida mana hozir Brent 65 mi? Demak, bu bizga normal 60 gacha yo'nalishni ko'rsatib beryapti, chunki ular har bir barrelidan 65 dollardan olayotgan bo'lsa, misol uchun, endi 63 dollardan oladi. Har bir barreldan o'ta qancha million barrel sotiladi o'rtoqlar? Kuniga juda katta million barrellar sotiladi. O'ta ancha million pullar yo'q bo'lib ketadi. Ana shu narsani qilish uchun Saudiya Arabistoni просто jazo sifatida neft dabicasini ko'paytiraman deb aytib, ochiqchasiga Bloomberg orqali butun dunyoga signalni berdi. VTI brendlarining narxini pastga tortayotgan omil mana shu bo'lyapti. AQShda benzin ko'payib ketib qoldi, 5,1 nechadir million chiqib ketgan, lekin neft zaxirasi kamroq baribir kutilmagan nisbatan. Kanada bo'yicha вообще-то yetarli narsalar yo'q. Kanadada bitta ijobiy nastroy bo'ldi. Aytgancha Kanadani bugun buni ham o'sha non-farming o'sha отчети bor. Bular nima bo'lyapti? Kanada mehnat bozori kutilayotgan hisobotda may oyida mamlakatda 15 mingta ishchi ishdan bo'shatilgan bo'lishi mumkin degan temalar kutilyapti. Nima uchun? Aprel oyida 7,4 million, to есть million emas, o'rtoqlar, million juda katta. 7,4 ming kishi ish o'rnida o'sha unga nisbatan 15 ming nafar ishdan bo'shatilgan, ya'ni may oyiga nisbatan juda ham ko'p bandlik pasayganligini ko'rsatyapti. Bunga sabab nima? Bu chunki biznes egalari AQSh qo'yilayotgan o'sha bojxona tariflari, iqtisodiy o'sishlar hammasi noaniqligi uchun yangitdan ishga olishni boshlamayapti, vaqtinchalik ishga olishni to'xtatib qo'ygan, optimizatsiya qilgan, ishchilarni bo'shatgan temalar. Shuning uchun ishsizlik darajasi ham biroz oshib 6,9 dan 7% ga bugun ko'tarilishligi katni zaiflashiga olib kelishi mumkin. Ya'ni USD kat juftligi bizda o'rtoqlar bayga yo'nalishni ko'rsatishi mumkin вообще-то. Lekin dollar fonida men kirmayman. Ikki tomonga yengillik tortyaptimi? Uncha jim turaman, mana qaranglar. Ijobiy kayfiyat aytolmam, ijobiy kayfiyat bo'ldi, tamom. Lekin non-farmda mana bunaqa holatni kuzatamiz degan tahlillarim bor. Endi bu baribir vaziyatdan kelib chiqib hal qilinadi. Keyin yana nima bo'ldi? Kanada bosh vaziri Mark Carney va Xitoy bosh vaziri Li Xian bugun ikki tomonlama munosabat masalalarini, savdo munosabati masalalarini muhokama qilishdi. Bayonotini o'qiydigan bo'lsak, ya'ni Kanada bosh vazirini bayonotida ko'radigan bo'lsak, Carney va Li ikkala tomonlama aloqalar hamkorlik muloqotlari ahamiyat yuzasidan fikrlar almashgan ekan. Kanada va Xitoy o'rtasidagi aloqalar Kanadani muntazamlashtirishga kelishib olishibdi. Ular ikki davlat o'rtasida savdo masalalarini ham muhokama qilinganligi aytilganligi iqtisodiy holatlarni qo'llab-quvvatlash, bir-birini rag'batlantirish ehtimolligi oshayotganini ko'rsatadi. Endi ikki davlat o'rtasida savdo muzokaralari bu Kanada uchun ijobiy omil bo'lishi kerak. USD katan вообще-то mana shu fonda xatga ketishligi bilmay qolish ehtimolligi borligi yengillik bir adad narxotda bitta o'sha Tramp va Xitoy prezidenti bilan gaplashib qo'ygan bo'lmaganida biz hozir tilani
3420 gacha, men prognozim 3420gacha chiqib qolsa kerak degandim va faqat texnik bizga sellga точку входа berib qo'yganligi meni shubhalantirdi va yetmaganligi bo'ldi. Nima bo'ldi? Tramp bilan Si Szinpin gaplashib qo'yganligi bo'ldi. Cho'tki vaziyatli va mani lichni zarar qilishdan bu narsa asrab qoldi. Balki sizlar kuzatib borgan bo'lsangiz, bu narsadan zararda emas, balki foydada chiqqan bo'lish ehtimollar bor. Lekin selga pozitsiya ochmaganligim albatta meni ancha foydadan qoldirdi. Demak, out ham o'sha yaxshilanyapti, chunki Xitoy bitta PMI yaxshi chiqqanligi, ya'ni Xitoy qanaqa PMI bor? Xitoyda shunaqa PMI bor. Keyxin xizmat sektori PMI indeksi bor. U 50.7 dan 51.1 ga ko'tarilgan. Kecha ham aytgandim bu narsani. Bu Xitoy Avstraliya savdo aloqalari fonida outni uchun ijobiy ko'rsatkich hisoblanadi va outni вообще-то bayga tortish kerak. Avstraliyada savdo profitsiyati sal kamroq chiqib qolganligini bildik. Eksport aprel oyida 2.4% ga kamaygan. Ular aprel oyida 6 million 100 ming dollarni o'rniga 5 million 413 ming million 5.413 million dollar foyda ko'rgan. 6.100 millionga nisbatan. O'tgan ko'rsatkich 6.892 million bo'lgan. Вообще-то AQSh savdo balansi ozgina pasayganligi, AQSh debman, Avstraliyaning savdo balansi ozgina pasayganligini ko'rdik. Eksport 7.2 dan tushib ketib 2.4% ga pasayib ketgan. Import 1.1% ga oshgan. Bu juda yomon. Import oshib ketsa yomon davlat uchun. Eksport bo'lsa iqtisodiyoti zo'r bo'ladi. Puli zo'r, hissasi hammasi zo'r bo'ladi. Bu yerda bitta Xitoy ijobiy yangiligi mana shu narsalar ko'tarib turibdi. Tamom. Out pasayib ketmasligi mana shu narsa. Bu yerda dollar out yo'zi ham juda ham noaniq. Qisqa qilib aytganda savdo bugun menda yo'q. Bugun kunni o'tkazib yuboraman. Market Central YouTube, Instagram, Telegram kanaliga obuna bo'lib orqali dam olish kuningiz xayrli o'tsin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilayman. Dushanba kuni ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.